Qirg'iziston Respublikasi O'sh shahridan kelgan bemorimizda ham spermatozoidlar topildi. Ushbu bemorda moyaklari o'z rohatasida bo'lmagan. Islom, necha yoshingizda tushirtiruvdingiz moyaklaringizni? 26 yosh. 26 yoshda. Hozirda 30 dasizda? Uylanganingizga necha yil bo'ldi? 4 yil. 4 yil. Hozir xursandmisiz? Inshaalloh. Ha? Xursandmiz. Ushbu bemorda 10 dan ortiq spermatozoidlar topildi. Hozir yana izlash jarayonidamiz. Mikrotereziya amaliyotini o'tkazdik. Bemorimizda moyaklarni o'z rohatasiga 18 oylikda tushirishlik kerak bo'lgan. Lekin bemorda 26 yoshda tushirilgan. Shuning uchun moyaklar rivojlanishdan ortda qolib, moyaklar kechgina bo'lib qolgan do'stlar. Ushbu bemorda ham juda ham yaxshi sifatli spermatozoidlar topildi. Endi bemor ham Eko X orqali farzandli bo'la oladi. Agarda siz yaqinlaringizda yoki do'stlaringiz ichida shunaqa bepushtlik bilan aziyat chekayotganlar bo'lsa, ushbu videoda ulashib qo'ying. Albatta manfaatli bo'ladi. Sizni duo qiladi.